kravat tanlashda top 5 ta ahamiyat berish kerak bo'lgan joylarni men sizlarga bugun to'liq tushuntirib o'taman. 5-inchisi albatta sizlarga qiziq bo'ladi. Eng avvalo, birinchi o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi kravatning ichidagi materiallarga albatta e'tibor berish kerak. Bu materiallari HB materialdan bo'lishi kerak. Bolajonlar uchun har xil toshmalar toshirmasligi uchun va bola mazza qilib yotishi uchun eng birinchi o'chiribdi shu. Ikkinchi o'rinda sifatli ortopedik matras bo'lishi kerak. Bolajonlarimizning umurtqasi yaxshi rivojlanishi uchun. Hop, uchinchi o'rinda albatta spalnik ulanish kerak. Onalarning qulayligi uchun. Bolalar xavfsizligi uchun kravat albatta chuqur holatda, ya'ni manej bo'lishi kerak. Buni ekranlarda ko'rsamiz, ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa holatda chuqur bo'lishi kerak. Farzandingiz keyinchalik bu kravatdan foydalanish uchun albatta ordinarniy kravat bo'lishi kerak va ancha og'ir bo'lsa ham ko'taradigan bo'lishi kerak. Ekranlarga ordinarniy holatini chiqaramiz, ko'rib turganingizdek va bu kravatlarimizning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga kravat so'zini yozib qoldiringlar. Шоу-бизнес, мой инстаграм, я твой стресс.